Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana aziz qadrdon birodar do'stlarim va hurmatli hamkasblar va hurmatli obunachilarim hammangiz sog'-omonmisizlar. Hozir biz ishimiz bo'yicha bitta murojaat tushdi. Murojaatimiz shunday iborat. Mashxonadan egalariga. Mashxonadan egalariga. Mana pistalbalari bor edi, mana o'rnlari turibdi. Uylariga podzemga qildi, mana. Podzemga qilib, biz mana kelib turba bilan turbani mana izolyatsionni qilganmiz. Panel qo'yib berdik. Mana yigitlarimiz mana o'zlari mana chotga qilib abillarni qo'yib berishdi, mana hammasini zo'r qilib.